Bola oyog'ini ichiga tashashi, Bolalar ortopedi, nutqning kechikishi, bolalar nevropatologi, tik turganda muvozanatni ushlay olmaslik, bolalar ortopedi, asabiylik, yig'loqlik, bolalar nevropatologi, tug'ma chiqishlar, bolalar displaziya, ortopedi, autizm, bolalar nevropatologi, maymoqlik, bolalar ortopedi, giperaktivlik, bolalar nevropatologi, mushaklar bo'shligi, gipotonus, bolalar nevropatologi keyin ortoped ko'rigi, tushunishda kechikish, bolalar nevropatologi, umurtqani qiyshayshi, bolalar ortopedi, DTSP kasalligi, bolalar nevropatologi keyin ortopedi, tez yiqilish, bolalar ortopedi, enurez, bolalar nevropatologi keyin ortoped, raxit vitamin D yetishmasligi, bolalar ortopedi, bola oyog'ini ichiga tashashi, bolalar ortopedi, nutqning kechikishi, bolalar nevropatologi, tik turganda muvozanatni ushlay olmaslik, bolalar ortopedi, asabiylik, yig'loqlik, bolalar nevropatologi, tug'ma chiqishlar, bolalar displaziya, ortopedi, autizm, bolalar nevropatologi, maymoqlik, bolalar ortopedi, giperaktivlik, bolalar nevropatologi, mushaklar bo'shligi, gipotonus, bolalar nevropatologi keyin ortoped ko'rigi, tushunishda kechikish, bolalar nevropatologi, umurtqani qiyshayshi, bolalar ortopedi, DTSP kasalligi, bolalar nevropatologi keyin ortopedi, tez yiqilish, bolalar ortopedi, enurez, bolalar nevropatologi keyin ortoped, raxit vitamin D yetishmasligi, bolalar ortopedi,